الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ehson ahli o'z saxovatini davom ettirmoqdalar. Ular G'azodagi ezilgan va boshpanasiz qolgan birodarlari bilan hanuz yonma-yon turmoqdalar. Bugun 2025-yil 23-noyabr haftaning yakshanba kuni. Allohning fazli ila Imom Buxoriy vaqfi yordamida Afg'onistonning Badaxshon viloyatidagi Mavlaviy Sohib Najbulloh boshchiligidagi musulmonlardan $10,000 saxovatli ehsonlari doirasida biz ushbu muborak oilaga yangi chodir topshirmoqdamiz. Bu oila uzoq vaqt mutlaqo boshpanasiz yashagan. Na yozning jazirama issig'idan, na qishning sovuq shamolidan himoyalanadigan joy bo'lgan. Bugun Allohning marhamati bilan ularga bu sifatli chodirni taqdim etmoqdamiz. Allohdan so'raymizki, ehson qilganlardan bu amallarni qabul qilsin. Ularning farzandlariga va mol dunyolariga baraka ato etsin va bu amallarni eng ulug' ajrlar bilan mukofotlasin. نشكر وقف الإمام البخاري مسلمية أفغانستان من ولاية بدخشان. بارك الله.